Assalomu alaykum hammaga. Baxt pulda emas, qalb tinchligida. Hayotda ko'pchilik baxtni pul bilan o'lchaydi. Ko'p pul topsam, katta uy olsam, qimmat mashina minsam, baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin vaqt o'tib, odam bir narsani tushunadi. Pul hamma narsa bera olmaydi. Pul bilan katta uyni sotib olish mumkin, lekin o'sha uydagi mehrni sotib olib bo'lmaydi. Pul bilan eng qimmat dorilarni olish mumkin, lekin sog'liqni qaytarib bo'lmaydi. Pul bilan yoningizga odam yig'ishingiz mumkin, lekin sizni chin dildan yaxshi ko'radigan insonni sotib olib bo'lmaydi. Ba'zan oddiy, kamtar hayot kechirayotgan insonning qalbi boy odamnikidan ko'ra tinchroq bo'ladi. Chunki u boriga shukr qiladi, yaqinlarini qadrlaydi va hayotning oddiy lahzalaridan baxt topadi. Haqiqiy baxt bu katta boylik emas, haqiqiy baxt bu ota-onaning duosi, oilaning mehri va qalbingizdagi xotirjamlikdir. Kechasi boshingizni yostiqqa qo'yganingizda yuragingiz tinch bo'lsa, mana o'sha eng katta boylikdir. Shuning uchun hayotda pul ortidan yugurib, qalbingizni tinchligini yo'qotmang. Chunki oxir oqibat inson anglaydi. Eng katta baxt pulda emas, eng katta baxt qalb tinchligidadir.